qayerga yurasiz? Toshkent, Olmata. Toshkent, Olmata. Hozirgi vaqtda nechta yo'lovchi bor? 33 ta yo'lovchi. 33 dan spiska bilan bileti bor, hammasini qo'lgan. Litsenziyalaringiz bor, hammasi, tenderingiz ham bor. Muammo yo'q hech qanaqasiga. Yo'lovchi tashib bo'yicha. Tamommi Qozog'iston hozir hududida qish mavsumiga sovuq, anomal sovuq bo'lganligi sababli yo'llar muzlama, bilasiz. Shuning uchun ballonlaringiz holatini, oyna dvorningizda, antifrizlaringizda, akkumulyator holatingizni bir ko'zdan kechirib qo'yasiz. Toshkent shahridan Toshkent Olmata yo'nalish bo'yicha harakatlanamiz. Hozir bizning avtobusimizni shina holatlari yaxshi, qishga tayyor. Akkumulyator, dvornik, antifrizlarimiz hammasi soz holatda. Inspeksiya xodimlari tavsiyalar berishdi. O'sha tavsiyalarga rioya qilib yuramiz.